Assalomu alaykum, Shohrux Yo'ldoshev BBC kanali kuzatuvchilari. Men ismim Davlatnazarov Shohruxbek, Shohrux Yo'ldoshevning shogirdiman. Xabaringiz bor, biz Shohrux Yo'ldoshev BBC kanalida o'z videolarimizni joylab boramiz, ya'ni soliq, bank, e, buxgalteriya, auditorlik bo'yicha, baholash bo'yicha video darsliklarimizni joylab boramiz. Bugungi sizga taqdim etadigan darsimiz, ya'ni lotli shartnomalar va lotli shot fakturalarning jo'natish tartibi bo'yicha video darslik tayyorladik. Sizlarga demak o'sha lotli shartnomalar qayerdan paydo bo'ladi, o'zi lotli shartnoma nima degani, lotli shot fakturalar qanday tartibda jo'natiladi va uni e, jo'natish tartibi va uni jo'natayotgan paytimizda nimalarga e'tibor berishimiz kerak. Bugungi video darsligimizda o'shalar bo'yicha gaplashib o'tamiz. Xo'p, endi lotli shartnomalar. Lotli shartnomalar o'zi qayerdan paydo bo'ladi? Lotli shartnoma o'zi nima degani? Xabaringiz bor, o'sha davlat buyurtmachilari, demak, o'zidan o'zi to'g'ridan to'g'ri o'sha yetkazib beruvchilar bilan shartnoma imzolay olmaydi, ya'ni shartnoma imzolash huquqi mavjud emas. O'shaning uchun bizada demak qonunimiz bor. O'zbekiston Respublikasining davlat xaridlari to'g'risidagi qonunga asosan davlat buyurtmachilari xaridlarni, ya'ni o'sha shartnomalarni shu qonunga asosan demak tuzishlari kerak bo'ladi. Ya'ni bu qonunda belgilab qo'yilgandek, o'sha davlat xaridlarini davlat buyurtmachilari demak tuziladigan shartnomalarni demak o'zini elektron portallari mavjud. O'sha portallar orqali shartnomalarni bitimlarni demak imzolash kerak bo'ladi. Bu qaysi portallar? Ya'ni ko'pchilik biladi. Demak bu bizada Xarid.uz demak Xarid.uz portali orqali davlat xaridlarining elektron tizimi yoki Cooperation ko'pchilik biladi. Buni ham Cooperation portali orqali yoki Hayot birja, demak oldin bu o'sha XT xarid deb aytilgan Hayot birja orqali va boshqa davlat xaridlari platformalar orqali demak davlat buyurtmachilari shartnomalarni o'sha bu platformalarda demak tuzish kerak bo'ladi. O'sha savdolarni amalga oshirgan paytda demak mana ushbu portallar orqali demak o'sha lotli shartnomalar shu portalda chiqadi. O'zi lot qayerdan paydo bo'lgan? Ya'ni o'sha lot bu o'sha savdoga qo'yilgan tovar yoki xizmatni o'sha birinchi qo'yilgandan boshlab oxiri o'sha tugallangunga qadar o'sha shartnomaning bitta predmeti hisoblanadi. O'sha bitimga demak shartnoma, masalan, shartnoma raqami o'zi raqam beriladi va bu bitimga alohida lot raqam berilishi kerak bo'ladi. Xo'p, o'zi nimaga demak davlat buyurtmachilari deganda kimlar kiradi? Davlat buyurtmachiligi o'sha budjet tashkilotlari yoki davlat ulushi bo'lgan aksionerlik jamiyatlari kiradi. Demak, bularning hammasi bizada o'sha O'zbekiston Respublikasining davlat xaridlari to'g'risidagi qonunga asosan savdolarni amalga oshirishi kerak bo'ladi. Demak, ikkala tomon o'sha demak bu portallar orqali shartnomalar imzolagandan keyin o'sha tovarlarni, xizmatlarni demak bu portalga qo'yiladi va ikkala tomon shartnoma imzolagandan keyin bizada shartnoma tuziladi. Shartnoma tuzilganda biz sizlarga mana hozir misol tariqasida bitta korxonamizning shartnomasini ko'rsatib o'tamiz. Mana maxsus axborot portali orqali yilda mana soatlari ko'rsatilgan va mana lot raqami. Mana shu lot raqami bo'ladi, shartnomaning bitta predmeti hisoblanadi bu. Lot raqam. Mana shunaqa lot raqam beriladi bu shartnomaga va ikkala tomon mana yetkazib beruvchi va buyurtmachining ma'lumotlari ko'rsatilgan. Xuddi shunaqa elektron bu shartnoma tuziladi. Bu pastga qarasak QR kodlari bor. Demak, bu tuzilgandan keyin bu shartnomaga mana lot raqam beriladi. Xo'p.
Endi shartnomamiz demak chiqqandan keyin biz masalan tovarlarni, xizmatlarni demak yetkazib berganimizdan keyin biz o'sha davlat buyurtmachisiga demak shot faktura rasmiylashtirishimiz kerak bo'ladi. Shot faktura rasmiylashtirganimizda biz shot fakturani lotga bog'lab jo'natamiz. Ya'ni nimaga lotga bog'lab jo'natamiz? Chunki budjet tashkilotining masalan bitta budjet tashkiloti oladigan bo'lsak, uni moliyalashtiruvchi tomon demak davlat bo'lgani uchun demak o'sha masalan bitta budjet tashkiloti ya'ni hokimiyat bo'lsa, o'sha hokimiyat o'sha tumanda masalan moliya bo'limi bo'ladi. Demak o'sha xaridlarga amalga oshirish uchun davlat tomonidan moliyalashtirilganligi uchun shunaqa lot bilan biza shot faktura jo'natishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Masalan, biz shot fakturani jo'natgan paytimizda buyurtmachi qabul qilib oladi va o'sha lotga asosan o'sha moliya bo'limi bu tovar uchun, xizmat uchun shartnomani pulini to'lab beradi. Xo'p, lotli shot fakturani jo'natish tartibi. Demak, lotli shot fakturani qanaqa jo'natamiz? Demak, keling mana shu shartnomaga asosan biz bir shot faktura rasmiylashtirib ko'ramiz. Xo'p, buning uchun Didoxga kiramiz. Didoxdan demak hujjat yaratamiz, ya'ni yaratish tugmasini bosamiz va oddiy o'sha hisob faktura aksini tanlaymiz. Hisob faktura raqamini yozamiz, sanasi va shartnoma raqamini kiritamiz. Shartnoma raqamini kiritamiz mana. Shartnoma raqami kiritildi va shartnoma sanasi 30-mart 2026-yil 2026. Xo'p. Endi davlat buyurtmachisining demak stirini kiritamiz. Hop, stirni kiritganimizdan keyin bu yoqda bizda mana lot mavjudligi degan galочка ochiladi. Demak, lot mavjud bo'lsa, bizda ham shartnomamizda lot mavjud bo'ladigan bo'lsa, biz lot mavjudni tanlaymiz. Endi yana bitta ma'lumotni shu joyda berib o'tib ketishimiz kerak bo'ladi. Demak, o'sha boya aytdik, davlat ulushi bor aksionerlik jamiyatlari ular ham o'sha bu portallar orqali shartnomalarni, o'sha savdolarni amalga oshiradi. Lekin uni demak moliyalashtiruvchisi o'zi bo'lganligi uchun biza shartnomada bitta joyiga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni qachon biz shot fakturada lotini qo'yamiz, ya'ni xuddi o'sha maxsus portal orqali demak shartnoma rasmiylashtirilgan bo'lsa ham, qachon biz shot faktura mana bu joyga lot mavjud deb belgilaymiz, qachon belgilamaymiz, o'shani bilib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun buni qayerdan bilamiz? Buning uchun shartnomani rekvizitlar bo'limiga o'tamiz. Mana buyurtmachini rekvizitini ko'radigan bo'lsangiz, agar buyurtmachining hisob raqami mana bunaqa 27 ta raqamli litsovoy shot deyiladi, ya'ni o'sha budjet tashkilotini hisob raqami, ya'ni 27 tali hisob raqamdan iborat bo'ladigan bo'lsa, biz shartnomani lot bilan jo'natishimiz kerak. Ya'ni shot fakturani lot bilan jo'natishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana shu lot bilan jo'natish kerak bo'ladi. Qachon bu portal orqali rasmiylashtirilgan shartnomani biz lotsiz jo'natamiz. Mana sizga yana bitta misol tariqasida bitta shartnomani yana ochib qo'yganmiz. Xo'p, mana buni ham o'sha rekvizitiga qaraydigan bo'lsangiz, agar bu o'sha budjet tashkilotining rekviziti mana hisob raqami o'sha 20 talik hisob raqamdan iborat bo'ladigan bo'lsa, biz buni oddiy lotsiz qilib jo'natishimiz kerak bo'ladi. Faqatgina eslab qolamiz, faqatgina qachon lotli qilib, ya'ni shartnoma mana ikkita shartnomada ham qarab turgan bo'lsangiz, loti mavjud. Mana lotlari bor. Lekin qachon shot fakturaga biz buni lotni qo'yib jo'natamiz, ya'ni buni jo'natish jarayonimizda biz o'sha buyurtmachini rekvizitlariga, ya'ni ma'lumotlariga, o'sha to'lov ma'lumotlariga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Boya aytganimdek, mana 27 ta raqamdan iborat, demak budjet korxonalarining hisob raqamiga 27 ta raqamdan iborat bo'lsa, biz hisob fakturaga lotni demak joylashimiz kerak bo'ladi. Mana lot degan joyga joylanadi. Mana lotni joylaymiz va mana lupani bossak, o'zi mana yagona xaridlar do'koni. Ya'ni yagona xarid do'koni mana demak qayerda rasmiylashtirilgan lotni turi ham mavjud. Demak mana lupani bossak bizga olib kelib beradi.
Xo'p, demak tushunib oldik demak bu anaqasiga, ya'ni buyurtmachini rekvizitlariga qaraymiz. Agar budjet, ya'ni 20 ta raqamdan iborat bo'ladigan bo'lsa lot bilan, agar oddiy 20 ta raqamdan iborat bo'ladigan bo'lsa, biz buni lotsiz jo'natamiz. Shu joyiga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Endi lotni qo'ydik. Tepada lotini olib kelib qo'ydik. Lotni qo'yganimizdan keyin qarang, lupani bosganimizdan keyin o'sha shartnomadagi, ya'ni tovar va xizmatlar o'zi avtomat, demak demak shot fakturaning o'sha tovarlarni to'ldiruvchi bo'limiga o'zi avtomat kelib o'tiradi. Mana masalan, stol laboratorniy kelib o'tirdi. O'zi mana hozir men poyezd bosganimdan keyin stol laboratorniy kelib o'tirdi. Mana shartnomani ham qaraydigan bo'lsak, mana stol laboratorniy donasi 11 dona, 4.300.000 so'mdan, ba'zi NDS bilan bo'lgani uchun narxi sal kamaydi, lekin umumiy summasi to'g'ri turibdi. Mana 3.450.000 so'm bo'lib. Demak, mana o'zi avtomat tortadi. Agar biz NDS to'lovchisi bo'lsak, 12% NDS qo'yamiz. Agar biz bez NDS bo'ladigan bo'lsak, PKS sizni, ya'ni NDS siz qilib biza qo'yib qo'yishimiz kerak. Bizning korxonamiz hozir PKS to'lovchisi bo'lgani uchun biza 12% qo'yib qo'yamiz. Ya'ni yana ko'pchilikda savol bo'ladi. Bitta savol bo'ladi. Ya'ni masalan, shartnomaning qiymati 43.450.000, lekin bu joyda NDSlimi, bez NDS yozilmagan. O'shani qanday qilamiz? Masalan, biz NDS to'lovchisi bo'lsak, 43 million so'mni ustiga NDS bindiramizmi yoki ichida qilamizmi degan ko'p savollar bo'ladi. Demak, shartnomaning summasi, demak, oshib ketmasligi kerak. O'shaning uchun bizda shartnomaning summasiga NDS ichida bo'ladi. Ya'ni 43.450.000 ni ichida bo'ladi NDS. Agar bez NDS bo'ladigan bo'lsa, 43 millionni o'zi bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, agar bizning korxonamiz NDS to'lovchisi bo'lmasa, bu joyda o'sha 4.300.000 ni o'zi bo'ladi. Agar NDS to'lovchisi bo'lsak, 4.300.000 ni ichida NDS qo'yib jo'natishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, mana demak, lotni qo'yganimizdan keyin o'zi avtomat mana keldi bu yerga. Biz endi buni mahsulotni MXK kodi bor, ya'ni mahsulotning identifikatsion kodini, demak, biz joyga qo'yib olishimiz kerak. Mana stol laboratorniy yozamiz. Mana barcha turdagi stollarni tanladik va donasi, mana bu joyga e'tibor berish kerak. Shartnomada shtuka bo'lsa, demak biz ham dona qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bo'ldi, mana to'ldirib olganimizdan keyin mana jo'natish, ya'ni imzolash tugmasi bosiladi. Xo'p, qarang, yana bitta narsaga e'tibor berish kerak. Imzolash tugmasini bosgan paytimizda bizda mana bunaqa yozuv chiqadigan, ya'ni xatolik beradigan bo'lsa, ya'ni yetkazib beruvchi INN raqami, xaridorning hisob raqami, ID investitsiya obyektida ko'rsatilmagan, ko'rsatish kerak bo'lgan ID, mana IDsini o'zi beryapti. ID qurish Telegram gruppasiga murojaat qiling. Xo'p, agar demak bu shartnoma investitsiya hisobiga moliyalashtirilayotgan bo'lsa, endi biz buni masalan, shartnomani hech qayerda yozilmagan, bu investitsiyani orqasidanmi yoki o'sha budjetni o'zi moliyalashtiryaptimi, buni biz shartnomadan ko'rmaymiz. Shartnomani demak lotli jo'natayotgan paytimizda, demak jo'natish tugmasini hozir e'tibor bergan bo'lsak, bosdik va mana bunaqa xatolik beradigan bo'lsa, bu demak loyiha, ya'ni mana shu yetkazib, ya'ni buyurtmachi demak investitsiya hisobidan shu tovarlarni moliyalashtiryapti. Ya'ni xarid qilishga moliyalashtiryapti va bu yerda bizga o'zi alohida mana kodni demak ko'rsatib ketyapti. Demak, shu kodni biz mana jo'natganimizdan keyin mana bu yerda beradi. Shu kodni shunday kopiya qilamiz, yopishni bosib. Demak, e'tibor bersangiz, boyagi lot mavjud degan joyda investitsion obyekt deb yozib qo'ydim, invest obyekt IDsi. O'sha galочкani bosib, investitsion obyektning boyagi xatolikda ko'rsatgan kodni shunda qo'yamizda, lupani bitta bosadigan bo'lsak, bo'ldi. Mana Chilonzor tumani maktabning shu loyiha bo'yicha investitsiya hisobidan bo'lgan. Masalan, boyagi ko'pchilik biladi, Open budjet ham o'sha investitsiya orqali yoki budjet tomonidan loyihalashtirilganligi uchun unda ham xuddi shunaqa bo'lishi mumkin. Ma'lumot uchun aytib o'tyapman. Xo'p, endi mana investitsion obyektni qo'yganimizdan keyin mana shot fakturani demak o'zi avtomat bu tomonda ma'lumotlar shakllandi va mana endi jo'natish tugmasini bossak, demak shot fakturamiz
mana jo'natildi. Ichiga ochib ko'radigan bo'lsak, mana bu pastda ma'lumotlar turadi. Obyekt ID'si, bu yoqda lotni nomeri va o'sha obyektni nomi, bu yoqda o'sha investitsion obyektning nomi bizda bu yoqda ko'rsatib turadi. Endi biz e'tibor berishimiz kerak bo'ladigan narsalar. Qarang, agar mabodo sizni korxonangiz bezendes bo'lsa, ya'ni KKS to'lovchisi, qo'shilgan qiymat soliq to'lovchisi bo'lmasa, lekin siz mana bu joyga adashib qo'shilgan qiymat solig'ini qo'yib jo'natib yuboradigan bo'lsangiz, keyin narigi tomon qabul qilib, agar mabodo qabul qilib oladigan bo'lsa, demak sizda bu katta muammo bo'lishi mumkin. O'shaning uchun shot fakturani rasmiylashtirayotgan paytimizda yaxshilab e'tibor berish kerak. Ya'ni summa kam bo'lib qolmadimi yoki mana bu yerda NDS ko'pmi, NDS qo'yildimi, qo'yilmadimi, o'sha joyga e'tibor berishimiz kerak. Agar korxona NDS to'lovchisi bo'ladigan bo'lsa, bu 12% ni qo'yish majburiy. Agar bez NDS korxona bo'ladigan bo'lsa, adashib qo'yib yuborsangiz ham shot faktura ketib qoladi. Endi ketib qolgan taqdirda narigi tomon ham qabul qilib oladigan bo'lsa, sizga katta muammo bo'lishi mumkin. Ya'ni demak o'sha soliq tomonida sizda avtokameral shakllanadi. Mana shu summaga demak sen NDS to'lashing kerak deb qolishi mumkin. Endi lotli shot fakturani jo'natayotganda ma'lumotlarni tekshirib jo'natishimiz kerak bo'ladi. Keyin lotli shot fakturalarni tuzatish kiritish yoki qo'shimcha jo'natish, uni bekor qilish juda katta muammo hisoblanadi. Ya'ni buning uchun bu o'sha buyurtmachiga siz aytishingiz kerak. Keyin buyurtmachi demak moliya bo'limiga xat bilan chiqish kerak bo'ladi. Uni bekor qildirish bo'yicha, masalan, shot fakturani bekor qildirish bo'yicha demak xat yozib, buni bekor qildirgungacha sizda demak o'sha hisobot davri o'tib ketib qoladi. Ya'ni siz keyin majbur bo'lasiz hisobotlarni topshirib yuborishga. Keyin bu masalan bir oylik proses bo'ladi. Buni bekor qildirish, shot fakturani qaytadan jo'natish. O'shaning uchun lotli shot fakturalarda e'tibor berishimiz juda qattiq e'tibor talab qiladi. Ya'ni tekshirib, hamma joyi to'g'riligiga ishonch hosil qilgandan keyin demak jo'natishimiz kerak va qabul qiluvchi tomon ham shot fakturani tekshirib qabul qilishi kerak bo'ladi. Demak, o'sha lotli shot fakturalarda shu narsa muammo bo'ladi ko'pinchasiga. Xo'p, demak, ko'rsatgan mavzumiz sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddamiz. Lotli shot fakturalarni, lotli shartnomalarni qanday rasmiylashtirish va qonun hujjatlarini, demak, saytlarini videomiz tagida ilova qilib qoldiramiz. Agar sizda lotli shartnomalar, shot fakturalar bo'yicha muammolar bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol murojaat qilib, konsultatsiyaga yozilib olishingiz mumkin bo'ladi. Qo'shimcha savollarni kommentariyalarda demak belgilab ketinglar. Kanal demak videoni manfaatli bo'lish uchun do'stlarimizga ulashamiz va like bosish esdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'linglar.